bir oydan oshdi-da. Bir oydan oshdi, shu men oyoq haligi yaxshi ishlamay qoldi. Xuddi sudra yurganga o'xshab cho'loqlanib qoldim-da. Cho'loqlanib qoldim. Mana bu yerda hozir bemalol kecha ham chiqdim, ko'chada aylandim. Unaqa og'riq yo'q. Bemalol yuribman. Ishonib-ishonmay kelgan joyimiz gap ochig'i. Boshqa joylarda ham yotgan joyimiz bor. Bu yerda mana yordam beryapti. Bemorimiz Rustam aka sahrni diabet bilan ancha yildan beri og'rib keladi. 7-8 yildan beri har xil sahr tushiruvchi dorilar ichgan va sahrlari o'sha 12 dan baland, 15 shunaqa bo'lib yurishadi. Va sahrni diabetda asosiy bizlarda o'sha asoratlar bilan polineuropatiya bilan kelgan, ya'ni oyoqlardagi kuchli og'riqlar bilan va og'iz xurishlari bilan va yurishda ozgina oqsoqlanish bilan kelgan o'sha polineuropatiyaning asoratlari hisoblanadi. Mana bugun bizlarda 5-kunda o'zi sahrlari yaxshi 6-1-6-4 ga tushgan sahrlari va polineuropatiya ancha yengillashgan. Hozir bemorimiz bemalol o'zlari yuryaptilar oqsoqlanmasdan. Og'riqlar ancha kamaygan, uyqulari ham yaxshi bo'lgan. Bemor o'zidan eshitamiz, ya'ni qanaqa shikoyatlar bor edi, necha yildan beri sahr bo'yicha va biz klinikamiz qanaqa topdingiz va klinikamiz haqida fikr bildirsangiz Rustam aka. 7-8 yil bo'lgan sahr bo'lganimga. Endi o'sha YouTube'dan topdim. YouTube'dan qarasam, shu chiqdi. Qani borib ko'riluvchi deb ko'rsam, kelsam shu 5-kun bugun oyog'im normalniy bo'lgan, anaqasi yo'q. Nima deydi? Ancha kamaygan anaqasi, og'riq kamaygan. Sahram shu birinchi kun 5-7 mi shunaqa ko'rsatdi. Uyda endi unaqa ko'rsatmagan gap ochig'i. 5-7 bo'lmagan, hozir mana 6-1, 6-2 6-3lar ko'rsatyapti. Shu hamma massajlarni ovomiz anaqa qilyapti, elektroforez deydimi? Elektroforez, fizioterapiya hammasini vaqtida qilishyapti. Igna kalvini ham nima deydi, nina bilan qilishyapti. Qachon boshlangandi mana shu og'riqlar hozir sizda Rustam aka? Mana kelishdan oldin. Kelishdan oldin dedi, bir oydan oshdi-da. Bir oydan oshdi, shu men oyoq haligi yaxshi ishlamay qoldi. Xuddi sudra yurganga o'xshab cho'loqlanib qoldim-da. Cho'loqlanib qoldim. Mana bu yerda hozir bemalol kecha ham chiqdim, ko'chada aylandim. Unaqa og'riq yo'q. Bemalol yuribman. Endi ozgina jizillashi bor, hali u ozgina qoldi. U ketdi desa ham bo'ladi-da. Unaqa ishonib-ishonmay kelgan joyimiz gap ochig'i. Boshqa joylarda ham yotgan joyimiz bor. Yordam bermadi gap ochig'i. Bu yerda mana yordam beryapti. Gap rost gap ekan, yolg'on emas ekan-da. Mana birinchi kelganda men tavsiya berdimda, ya'ni yotib davolanishdi. Uyga ham yozib bersangiz qanaqa bo'ladi, uyda ham olsak qanaqa rezultat bo'ladi degan fikrlar bo'ldi, lekin uyda olingan bilan statsionarda juda ham katta farq bor. Sizdingizda? Ya'ni bu yerda o'sha har bitta bemorga individual yondashiladi. Mana parhez ovqatlarida har bitta dorilar alohida va vaqti-vaqtida beriladi bu yerda. Kelib so'rab nima bo'lyapti, nima qo'shyapti, kamchilik bo'lsa yana dorilarni qo'shib berib, uyda endi misol uchun unaqa hech kim qilmaydi, endi qilishadi, kapelnichasini ukolini qilib ketishadi. Bunchalik darajada e'tibor berisholmaydi-da. Shu mana shu sahrni mana sizda to'liq tuzalib ketishingiz ham mumkin Rustam aka. Mana sahrlaringizni endi normaga olib kelib oldik. Ya'ni 5 kun ichida normaga tushirib oldik. Bu sahringiz siz uchun norma hisoblanadi. Chunki sizda sahrni diabet staji bor, uzoq yillik, yoshga doir bu normativ bor. Hozir 6-1, 5-7, 5-8 bu siz uchun norma hisoblanadi. Bu sahrda yursangiz bu oyoqlaringizda og'riqlar boshqa tiklanmaydi. Ya'ni oyoqlardagi bu og'riqlar qondagi sahrga juda ham bog'liq. Ya'ni sahri shu tempda ushlasangiz, sizda hech qanaqa asoratlar bo'lmaydi. Ya'ni bizlarda xalqimizda shunaqa qo'rquv bordi. Sahrdan erta o'lim, sahrdan oyoqda ajralish yoki ko'z ko'rligi bo'lishi, bu men точный bo'laman degan o'zida qo'rquv bo'ladi. Lekin sahrni normada ushlansa, как sog'lom odam deb, ya'ni 1000 yil yashasa bo'ladi sahrni deb bilan. Mana o'zi daj ko'ryapsiz, 5 kun ichida hamma sahr bilan bog'liq. Sahringiz normaga olib keldik va o'zimizni o'sha maxsus terapiyamiz qildik bu yerda. Kapelnicha ukollar bilan o'sha polineuropatiyani yo'qotdik. Mana ko'rdingizmi, xuddi o'sha sizda sahr bo'lmaganda yaxshi hozir holatingiz. O'shaning uchun tavsiya beraman, ya'ni o'sha boshqa bemorlarga ham statsionar sharoitda yotib davolanish. Mana sizda oshqozon osti bezi insulinlaringizni tekshirib ko'rdik. Insulinlaringiz juda ham yaxshi. Ya'ni sahrni diabeti davosida albatta insulinni ko'rish bu juda ham muhim. Ya'ni sizda mana insulin olsam bo'larmikan,
tabletkada qanaqa yurishim mumkinmi degan sizda ikkilanish bor-da. Mana shu ikkilanishlaringizni hozir biz to'liq bartaraf qildik. Ya'ni insuliningiz yaxshi. Sizga insulin umuman kerak emas ekan. Mana yuqori sahr bilan kelsangiz ham insulinsiz sahrni normaga olib keldik. Buni imkoni bor ekan. Ko'rdingiz? Klinikamiz yoqdimi? Nima odzivlar berasiz klinikamiz? Sharoitlar haqida? Yaxshi, sharoitlar yaxshi. Bu yotadigan gashtinsiga o'xshaydi yotadigan joylar. Ovqatlari hammasi yaxshi. 4 mahal ovqat beryapti. Ya'ni obedda birinchi, ikkinchi kompoti bilan deydi-ku. Hamma narsa chiroyli, qizlari har 5-10 minutda kelib turib so'raydi. Doktorlar kelib turibdi hammasi. Yo joyida hammasi. Tozadalik, ozadalik bo'yicha qanaqa? Mana anaqalarni ham har 3 kunda almashtiryapti. Bugun kelib almashtirib ketdi. 3 kunda, 3-4 kunda almashtirib anaqa ketyapti. Klinikamizni tavsiya berasizmi boshqalarga? O'zi addushi mana просто video uchun emas. Bemalol haligi voyinchilik deydi-ku, bemalol kelib anaqa qilsa bo'ladi. Unaqa qo'shnilarimiz bor, yotgan joylarini yotgan ekanlar, endi pulni gapirib o'tirmaymiz, u bekorga yotdim deyaptilar-da. O'tdim, 10 kun yotdim, mana o'zlaridan so'rasanglar ham bo'ladi. U вообще o't bilan osmon bilan yer farqi bor deyapti. O'tdi mana gap ochig'i. Mana biz shunaqa va'da berishni boshladik-da, ya'ni yaqinda shu 100% 100% sahrni normaga olib kelib beramiz deb shunaqa biz hozir ijtimoiy tarmoqqa shunaqa video qo'ymoqchimiz, to'g'risi, chunki o'zimizni tajribamizdan kelib chiqib bu narsaga erishsak bo'ladi-da. Shu narsani o'sha xalqqa ko'rsatish uchun, haqiqatan bu aldov bo'lmasligi uchun shu bu videoni olmoqchimiz. Ya'ni xalqni prosta aldab, chaqirib 100% tushirib beramiz deyishamiz. Mana shu yotgan bemorlardan o'sha nagliyatni misol qilib ko'rsatmoqchimiz. Shu uchun video oldik. Video endi holidim boshqa narsani yeb qo'yishi mumkin-da. Bu yerda endi anaqasini kerakli narsani beryapti gap ochig'ida. Endi uydagilar ham zvont qilib nima olib kelayotsa aytolmay hech nima kerak emas. Hamma narsa bor. Shu tigini diyeta bo'lsa diyeta qilib shu harakat qilyapmiz shu narsalarni yeyishga. Uyda ham boya aytdim-ku, misol uchun anaqa qizim ham, anaqa kelin ham bemalol anaqani qiladi o'zi. Mestrada kelasi ham. Uni qiladi, lekin bu darajada baribir men bu anaqa massaj hech kim qila olmaydi uyda. Kapelnisalarni qilishadi. Uyda ham necha marta o'zim olib anaqa qilib doktorlar yozib berganda buni qilganmiz, lekin o't bilan farqi bor-da. O'tda endi hammasi nazorat ostida bo'lyapti, shuning uchun farqi bo'ladi baribir. Yani biz o'zbekchilikda shunaqa narsa bor-da, ya'ni kasal ko'rgani kelganda bizlarga hamma narsa olib keladi. U sahrni diabetmi, u boshqa kasallikmi, u farqi yo'q bizlarda. Ya'ni o'sha xafa bo'ladi. Shunaqa har xil mevalar, har xil shirinliklar, har xil nonlarni olib kelishadi. Lekin mana bizni klinikada ko'rgan bo'lsangiz, biz unaqa ko'p qo'ymaymiz. Ya'ni yedirtirgani o'sha olib kelingan narsalar qo'ymaymiz, yana qaytarib berishga harakat qilamiz. Uyda o narsa ko'pchilik bo'lmaydi. Uyda oddiygina kapelin olsangiz, ya'ni qarindoshlar sirasi eshitadi, kasal bo'libdi, hamma kelishadi, u parhez buziladi. Parhez buzildi degani bu sahr tushmaydi degani. Agar sizda ham sahringiz yuqori bo'lsa, agar uni tushirishga qiynalayotgan bo'lsangiz, bizning Ibratmed klinikamizda check-up amaliyotlari o'tkazilyapti, ya'ni sahrni tekshirish bo'yicha va uni davolash bo'yicha bizda yotib davolanishga ham juda yaxshi sharoitlarimiz bor. Buning ichiga fizioterapiya, igloterapiya, massajlar kiradi va ichida 3-4 mahal ovqatlar beriladi va boshqa mutaxassislar nazorati ostida sizda o'sha sahringizni normaga olib kelishga albatta erishiladi. Manzilimiz Toshkent shahri Sergelida, Sergeli 1da joylashgan Ibratmed klinikasida.